Mana shu elektromobilni minib uyga bugun borib prezident sovg'asi deb aytsangiz men sizdan minnatdor bo'lardim. Ben en eski rabarçılardan bitti o'zim. 1955 yıl 15 Mart'ta Almanya'dan kelip doğru Ukrayna'ya geldim. Instagram'da plakatça koydum. Tam Ekim'in 3. yıl 10. Ağustos'ta işledim. Çok işleyenlerden eskiden o kadar bitti o'zim. Kulağa çıkırma hala. Yaxshi. Harari oradan bırak. Tilayman ki sizga ham mani yoshimni bersin. Baxmat bo'ling. O'zbekistonda dunyoga taratdingiz. Hali bu kam. Siz hali ko'p ishlaysiz. Ilohim niyatlaringiz ijobat bo'lsin. Mana shu qilgan mehnatingiz, farzandlaringiz bilan mana shu kombinatga qilgan shunday salohiyatli xizmatlaringiz uchun minnatdorman. Siz mana shu yoshlarimizga namuna 2003-yil 10-avgustda ham esingizda bor. Qachongacha mehnat qilganingiz. Niyatlaringiz uchun ming rahmat. Ilohim sizni yoshlaringizni berganda biz ham sizga o'xshab zabardast bo'lib aytganingizdek baquvvat bo'lib yurish nasib qilsin bizga ham. Sog' omon bo'ling. Mana shu oliyjanob mehnatingizni inobatga olib, O'zbekistonda elektromobillar ishlab chiqarishni joyiga qo'yganmiz. Men niyat qildim, mana shu elektromobilni minib uyga bugun borib prezident sovg'asi deb aytsangiz men sizdan minnatdor bo'lardim.